Assalomu alaykum. Uyg'ur tadlik siyos programmasining ko'ruvchilar. Bugun biz o'rganish to'g'riliq azroq tushuncha hosil qilaylik. Biz nima ish o'rganamiz degan bir temani cho'rdagi asosda hayot bilan bo'lgan munosabatini azroq tushuntirib baqsaq. Hammamizga ma'lum, o'rganish mangulik bir tema. Odam umrida faqat bir bosqich o'rganmaydi. Cho'qim men bir umr o'rganadigan gap. Lekin ko'p qism kishilarningki, shu biz nima ish o'rganamiz degan bir ideyani to'g'rilab olishdan burun mening tavsiya qilganim biz nima ish o'rganmayapmiz degan bir fikrni aniq qilib olsak. Buningda biz nima ish o'rganmaymiz. Bir qism bo'libmi ko'p qism do'stlar o'qish bitirib bo'lgandan keyin menda bir ideya yashaydi. O'qish bitirib bo'ldim, o'rganish oxirlashdi. Hamda o'rgangan narsamni ishiltib pul topishim kerak degan bir ideya bilan yashaverdi. Demak, ular o'rganishni to'xtatib qo'ydi. Hamda men tashabbus qilayotgan shu o'zdan o'rganish inqilobining asos ideyasi nima degan vaqtda o'rganish toki biz shu homiylik vaqtdan boshlanib ketadi. Eng oxirida ko'zimiz yumilganda oxirlashgan gap. Chunki bu yerdagi o'rganishga bo'lgan tushuncha biz faqat maktabda tushunib oldik. Ham maktabning o'zi qanday bo'ldi desak, 4 tema bor, kutubxonasi bor, kitobxonasi bor, daftar qalam, yezib yodlaydigan o'rinni biz o'qishning o'rnida bilib olganligimiz uchun amaliyotda biz ko'zlaydigan bo'lsak, o'qish bitgandan keyin o'rganish endi boshlangan bo'ldi. Chin o'rganish jamiyat chiqqandan keyin boshlandi. Shunlashqa mayli o'quvchilar bo'lsin, mayli xizmatchi, mayli boshqa do'stlar bo'lsin, mening ta'kidlab qo'yganim o'rganish mangu oxirlashmaydi. Agar siz o'rganishni to'xtatsangiz, demak hayot sizga har xil usullar orqali savoq berdi, qiyinchilik berdi, sizga savoq qamish bilimlarni berib turadigan gap. Shunlashqa bir hikmatli so'z bor. Bu dunyoda go'zallik kamchilik emas, uni bayqaydigan ko'z bo'lsalar degandek, agar siz o'rganishni xohlasangiz, bu butkul koinot, tabiat dunyosida maktab har vaqt tayyor, muallim har vaqt tayyor. Ya'ni barliq shaylarni tortib, hodisalar, barliq ahvolning hammasini biz muallim deb qaraymiz. Masala sizning shuni qanday bayqamasligingizda. Hamda meningki, shu nima o'rganmaymiz degan temaga nisbatan ta'kidlab qo'yganim amaliyotda maktab faqat biz o'ylab olgan atalmish maktab emas, jamiyatning o'zim bir maktab. Chunki maktabda biz bilamiz, avval o'rganimiz, uning keyinda imtihon beramiz. Lekin jamiyat chiqqandan keyinchi degan chaqda biz har vaqt imtihon berib turamiz, uning keyindan savoq qilib o'rganib turadigan gap. Shunlashqa mening tavsiya qilganim, Jungoningki bir dangliq masala bor. Shu hurmat sharobi ichmagan odam jazo sharobi ichi degandek. Shunga mening umid qilganim barliq do'stlar cho'qim passiv o'rganmay, aktiv o'rganishi kerak. Passiv o'rganish degan nima desak, shu qiyinchilik yo'liqqandan keyin, to'salg'i kelgandan keyin shuning qarta chora izlash. Bu hamda passiv o'rganish bo'ladi. Burnimizni yegandan keyin degandek. Hamda aktiv o'rganish qanday desak, o'qish bitgandan keyin o'rganishni mangu oxirlashtirmay, davomli o'rganaverish. Bu xil ideyada siz mangan chig'ingizda davrning iqimiga moslashalaysiz. Xuddi biz anglaydigan bir telefon bor. Shu Nokia telefon deydigan. Bu telefon shu vaqtlarda xil yaxshi obdan telefon edi. Lekin buning o'rnini allabirunmush olma telefon egallab ketdi. Nimishqa degan vaqtda olmaning to'xtovsiz yengilinishi, davrga moslashishi bo'lganligi uchun u shu Nokia telefonining hukmronlik o'rnini tatib oldi, ham to'xtovsiz o'zini yengilayotdi. Shunga men yaqinda so'zlayotdim, mush liksiyalarda olmaninki to'xtamay yilda 2 qatim, 3 qatim o'zini yengilishi amaliyot taraqqiyot uchun emas, faqat hayot qilish uchun. U o'zini yengilmagan ahvolda uning o'rnini cho'qib boshqa markalik telefonlar elib oladigan gap. Shunga biz shuningga o'xshash. Cho'qim biz o'zimizni yengilab turmasak, qamon bir kuni Nokia'dek bir qismatga uchrab qolamiz. Hamda bu yerda o'rganishning ahamiyati to'g'riliq azroq tushuncha hosil qilsak, biz hammamizga ma'lum bo'ladi. Qarallik munchiga tushib turamiz. Hamda o'rganishning o'zi dal munchiga tushganga o'xshaydi. Munchiga tushishdagi maqsad badanni pokizlash, purab qolmaslik. Hamda biz o'rganmasak, yangilanmasak, izlanmasak, amaliyotda badan purmagan bilan ideya purab qoladi. Ideyaning purab qilishi amaliyotda badanning purishidan necha ming qo'rqinish bo'ladi. Bu qanday puraydi? Sizningki qatmal ideyaringiz, konservativ ko'z qarashingiz, davrning keyinni qilishingiz, mag'lubiyat, namratlik, umidsizlik, tushkunlik, og'rinish hammasi dalmush ideyaning purab qilishining ifodalaridan biri. Şunu biz hem de bedenini yuyuşnuma mühim qorun qo'yamiz, eng mühim bo'lgani cho'qim qarallik turda o'zimizniki ideyasini o'rganish orqali yangilab turishimiz kerak. Chunki hozirgi davrni uchur davrdaymiz. Bu qanday bir ma'noda deganda uchurning yangilishi intayin tez. Burungi zamonlarda bir necha yilda
bir kashfiyot barliq kelgan bo'lsa, hozir minutiga, hatto sekundiga bir necha kashfiyot barliq kelyotdi. Demak, siz to'xtab qoldingiz degan gapning o'zida bu to'xtamsiz o'xshab qolasiz. Yiqiyotgan suv suzuk bo'ladi. To'xtab qolsak, asta-asta sesib qoladigan gap. Şuna endi biz o'qish bitgandan keyin ham o'sha o'rganmagan ahvolni odatda esil mashinaga xuddi may qo'ymagandek bu ma'nmaydigan ahvol shakllandi. Shunga ba'zi chaqilda biz qimmat pulliq mashinalarni may qilmaganligi uchun odatdagi koni traktorlar so'rab ma'nolaydi. Nimishqa? Chunki uning may bor. Shunga odamni cho'qim har vaqt o'ziga may qachilishi kerak, energiya to'liqlab turishi kerak. Xuddi biz her vaqt qo'limizdan olmayotgan telefonga o'xshash biz kunda cho'qim uningga to'q qachilaymiz. To'q qachlaganda uning kendi uni ishlatgili bo'ladi. Shunga hamda sizmi bir telefonga o'xshab qolgan bo'lsangiz, sizning iqtidoringizni joriy qildirish uchun cho'qim siz har vaqt o'zingizni zaratlab turishingiz kerak. Aktiv energiya, yangi ideyalar bilan cho'qim qurollanish kerak. Bo'lmaganda biz yuqorida misol olgan mashinadek, telefondek, suvga o'xshash bir xil ahvol shakllanib qolgan gap. Şuna hamda аңақырсыда men şu mayli yoshlar bo'lsin yoki xizmatchilar bo'lsin, sizlarga tavsiya qilganim amalning bericha o'qish bitgandan keyin o'rganish to'xtamasin, texnik kuchayishi kerak. Chunki jamiyat kishilarning orasida mening ko'zimga bir necha xil ahvolda şu kalaga o'qishtirib tushuntirib qo'yma, o'riq kallar intayin ko'p. Bizga ma'lum kalning hamda şu xamon tepish uchun cho'qim har vaqt oziq yeyishi, suv ichishi kerak. Hamda atrofimizda o'riqlar ko'p degan qanday ahvol deganda, ama xizmatga chiqqandan keyin qat'iy o'rganmagan, ideyasi yangilanmagan, lekin beshini ko'tarmay ishlayotgan kishilarni dal yemay, ichmay, xamon tepatgan kala o'qishchi bo'ldi. Bular qancha xizmat qilgan vaqt uzargan sari ularda tushkuldishish, umidsizlanish, qiyinchilik paydo bo'ladi. Nimishqa? Chunki ular davr yoki xizmat shirkatining ehtiyojiga moslasholmadi, o'zini yangilayolmadi. Shunga ular ishlagan sari o'riqlaydi. Hatto kasal bo'lib, shalınıp ketishi mumkin. Shunga biz cho'qim o'rganib turib xizmat qilishimiz kerak. Xizmat qilgash, ya'ni o'rganib turishimiz kerak. Ikkisi moslashganda biz hamda o'riq yoki haddan ziyoda semiz kala olmay, muskulliq bo'lgan, sog'lom bo'lgan bir kalani barliq keltira olamiz. Bu nima degan vaqtda odam cho'qim xizmat qilib turib o'rganish kerak, o'rganib turib xizmat qilib turish kerak. Bundaq ahvolda biz yuqorida so'zlagandek o'z badaniga quvvat to'liqligi bo'ladi. Şuna bizning o'quvchilar, yoshlar hargiz aldirab ketmaydi. Men qachon o'qish bitirib olsam, mush o'qishdan qutulsam deb o'ylamang. Bu o'qish menga oxirlashmaydi. Ham xizmatga chiqqandan keyingi qarindoshlarimiz esimizda bo'lsin. Bu o'rganish bo'lmagan ekan, siz demak davrning, xizmatning, shirkatning keyinda qolasiz, o'disdan chiqolmaysiz. Tabiiy usulda siz xuddi Nokia telefondek shallangan ahvol chiqib qoladi. O'rganish to'g'riliq bizningki ulug' buvimiz Yusuf Qasochiv bunda bir eg'iz gapni qilgan. Inson faqat ikki xil bo'ladi, birisi o'rganguchi, birisi o'rgatguchi. Hargiz uchinchi so'p qolma deb. Demak, biz ya o'rganishimiz, ya o'rgatishimiz kerak. Demak, odam faqat vaqtliq o'qituvchi bo'ladi, lekin bir umr o'quvchi bo'ladigan gap. Shunga siz umringizda cho'qim ya o'rgatishingiz kerak, ya o'rganishingiz kerak. Lekin o'rgatish uchun cho'qim odam to'xtamay o'rganishi kerak. Shunda bu vaqtda biz yuqorida so'zlagandek kuchur davrininki ehtiyojiga moslashib, hech bo'lmaganda ta'min olaymiz.